yo'q dedim, bitta qarab oling, men nima rahmat aytishga kelganim dedim, keyin keldi. O'sha vaqt keladigan ahvolda emasdim. Men o'zi uydan chiqmay qo'yganda, masalan, endi o'sha yoz nima edi-ku, to'yga, biron joy xullas umuman chiqmaydim uyga. Majburlasa ham chiqmaydim. Kechqurunda shunaqa kutardim, bugun nima dars o'tar ekan, nima bo'lar ekan. Uxlayman dedim, uxlaydim, lekin baribir uxlagan bilmaydim-da, xullas abetda. Xullas o'g'lim ham hech kim qizig'i yo'q edi, hech kim yo'q, hech narsani qizig'i yo'q edi. Yeydigan ovqatimda ham masalan, endi o'zim povurman-ku. O'zi ovqat qiladi, yeydigan ovqatda ham ta'mini ham bilmaydim. O'sha millionda mana qiziqchilarni ko'rdim. Keyin aytdim, nimaga kuladi bular? Nimasi kulgili? Keyin yo'q, opa o'zgaryapsiz dedi, mana gapiryapsiz dedi. Keyin ha dedim, ha yaxshi deyman. Lekin o'zimga o'zim yo'q, men tuzalmayman deyapman-da, tuzalmayman baribir dedim. Agar meni kasalligim hech kim bilmagan, uydagilarimdan boshqa hech kim bilmaydi. Keyin onam yig'lagandan keyin aytdim, nimaga tuzalmayman? Men tuzalishim kerak. Tuzalgan ekanmizmi? Men tuzaldim. Men masalan umuman tuzalmayman deb o'ylagandim. O'zimizni misol uchun dunyoda realistroq bo'lamiz, realni qarab, osmonlarda uchmaymiz, vaziyatga real qarashni o'rganamiz. Men ham juda ham xursandman. O'zim uyda vaqt aytdim, agar tuzalsam men o'sha doktorning oldiga albatta boraman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, doktor? Rahmat, ko'rib xursand bo'ldim, to'g'risi. Juda ham xursand bo'ldim. Aytganingizdek, mana shu tuzalgan bemorlarni ko'rsam xursand bo'laman. O'zim intervyu bilaman, nasib bo'lsa boraman deganingizda xursand bo'lgandim. O'zi kutilmaganda bugun kelib qoldingiz. Qanaqasiz? Yaxshiman. Meni xursand bo'lganimda endi ta'riflab bera olmayman, to'g'risi. O'zi sizga shunday eshikdan ani hamshira qiz nima qabulga yozilganmisiz dedi. Yo'q, yozilmaganman dedim. Unda kutib turadi. Yo'q dedim, bitta qarab oling, men nima rahmat aytishga kelganim dedim, keyin keldi. O'zi eshikdan chiqqaningizda bilmayman, boshqacha hayotim bo'ldi. Sira singlimga yozdim, aftida ko'rdim men doktorni desam, "Yo, opa kirdingizmi?" dedi. "Ha, xudo xohlasa hozir kiraman" deb aytdim. Ha, ko'rdim deyapsiz, qolganlar tushunmasligi mumkin. Siz o'zingiz onlayn kursga qatnashgandingiz. Siz bilan jonli birinchi marta ko'rishamiz. Siz misol uchun mana bitta narsani isbotlab beryapsiz. Qabulga kelmasdan turib ham tuzaldi. Onlayn kursda ham tuzalsa bo'ladi. Buni iloji bor. Ba'zi birlar aytadi-da, bormasa iloji yo'q, tuzalish qiyin deydi. Yo'q. Onlayn 10 kunlik kursda misol uchun mana siz va sizga qolgan o'xshaganlar ham ko'pchilik rahmat aytadi. Siz kelibsiz shuncha joydan. Tuzalsa bo'ladi. Albatta, men o'sha vaqt keladigan ahvolda emasdim. Men o'zi uydan chiqmay qo'yganda, masalan, endi o'sha yoz nima edi-ku, to'yga, biron joy xullas umuman chiqmaydim uyga. Majburlasa ham chiqmaydim. Keyin o'sha singlim aytdi, "Opa, bizlarda ham shunaqa nima bo'ldi, u onlayn." Ayam aytdi, onlayn nima bo'ladimi? Shuncha nevropatologga bordilaring, endi o'zi 4 oy, 5 oy dori ichdimku." Keyin u singlim aytdi, "Gaplashib ko'raylik-chi" dedi. O'zi siz bilan gaplashgandan keyin, "Yo'q, bo'ladi" deganingizdan keyin yozildik. Keyin chunki haqiqatan ham o'zimning kelishga umuman nimam yo'q edi. Psixologmi endi yoki psixoterapevtmi sizni? Meniki psixoterapevt. Ha, o'sha onlayndagi hammasini eshitdik. Men bu o'zi tuzalib nima bo'lganim bordi-ku, ismi esimdan chiqib ketdi doktorlarda. Xullas 1 soatlik hamma nimanikin doktorlarnikidan eshitganman, o'zim eshitdim singlim. Eshitdim, 5 minut eshitdim, o'zi o'tirib tashladim yoki o'tkazib yubordim. Keyin sizni nimangizni eshitdik, o'sha o'zim masalan tuzatishga men nima 100% garantiya bermayman. Avvalambor Allohdan, keyin men qandaydir sababchiman deganingiz uchun keyin orada ozroq eshitdim. Lekin baribir o'tkazib yubordim. Eshita olmasdim. Keyin o'sha kursga yozilgandan keyin o'zi birinchi kun aytib berdi. Keyin bu kunisiga menga o'zi bitta xona qilib berdi. Uydagilar hech kim kirmaydi, daftar, ruchka. O'sha dori nimani ichdim. Darslikda davom ettirdim, yozish, hamma narsani yozdim. Kechqurunda shunaqa kutardim, bugun nima dars o'tar ekan, nima bo'lar ekan. Keyin o'sha uxlayman dedim, uxlaydim, lekin baribir uxlagan bilmaydim-da, xullas abetda. Keyin uydagilar ovqatga chaqirdi, ovqat yedim, yana ham o'tib ketdim. Xullas gaplashkim kelmaydi, hech kimning gapi ham yoqmaydi menga.
Xullas, o'g'lim ham hech kim qizig'i yo'q edi, hech kim yo'q, hech narsani qizig'i yo'q edi. Keyin ham o'sha xonamga kirdim, o'zi kechqurun bo'ldi. Sразу tayyor turdim darsga. Hammani kelin bor uyda, jiyanlarim jim bo'lib turinglar. Ammang ham, ular ham bilan, amma darsingiz boshlandimi? Ha, darsim boshlandi. Ular tushunmaydi-ku endi meni qanaqa kasalligimni. Amma darsingiz boshlandimi? Ha, darsim boshlandi. Hamma jim o'tirdi, keyin o'sha biz yana darsni davom ettirdik. Keyin bu kunisiga yana nima qildim? Keyin ana darsingiz bor edi. Stolchik qo'yib, o'zi bilan o'zi gaplashadigan. O'ziga tashqarida nazar solish. Ha, o'shani qildim. Kichkina uni jiyanchim 7 yosh mushtari videoga olib turdi. U kuldi, rosa kuldi-da. Amma nima qilyapsiz debdi keyin. Shunaqa dedim, lekin nima desam bo'ladi? Baribir borki, ishonch yo'q edi-da, menda ishonch yo'q edi rostdan. Umuman tuzalaman deb borki, umuman o'ylamaydim. Keyin yana o'ylaydim-da, o'zim tuzalganimda menga nima foyda, tuzalmasam menga nima foyda? Nima qizig'i bor? Umuman hayot qizig'i yo'q edi-da. Yeydigan ovqatimda ham masalan endi o'zim povurman-ku. O'zi ovqat qiladi, yeydigan ovqatni ham ta'mini ham bilmaydim men. Shunchalik tushkunlikka Shunchalik bo'lgan ovqat ta'mini bilmaydim. Keyin men bu o'sha konsert ko'rsam, o'zi hayotda sho'x bo'lganman. O'sha ayam majburlikda hech bo'lmasa men bitta qo'shiqqa o'ynasang, o'sha ham nima ekan? Yo'q, o'ynagim kelmaydi. Umuman xullas qo'shiq ham ta'sir qilmaydi-da menga. Keyin o'sha millionni mana qiziqchilarni ko'rdim. Keyin aytdim-da, nimaga kuladi bular? Nimasi kulgili? Soatlab ko'rdim-da, bir kun 1 soat ko'rdim bir o'zim. Lekin umuman kulmadim. Ko'raman, jim o'tirib kulaman. Keyin baribir siz ko'rib. Sizda haqiqatan ham keyin baribir aytdim, nima qizig'i bor, nima farqi bor buni? Keyin yana o'sha telefonga qaraydim, telefonda eshitdim. Keyin men bu ma'ruzalar eshitdim, ma'ruzalar ham yoqmaydi. Xullas, keyin baribir kursni, lekin aytgan nimani mashqni qildim. His qilmasam ham lekin qildim, bajardim. Menda o'zgarish bo'lmayapti deyurdim uydagilarga. Keyin aytdi, singlim aytdi, opa bo'lyapti dedi. Oldingiga nisbatan dedi, o'zgaryapsiz dedi. Keyin endi singlim o'sha mehmonga kelib turadidan, o'zi meni ahvolimdan xabar olib turadi. Keyin yo'q opa o'zgaryapsiz dedi. Mana gapiryapsiz dedi. Keyin ha dedim. Ha, yaxshi deyman, lekin o'zimga o'zim yo'q. Men tuzalmayman deyapman-da, tuzalmayman baribir dedim. Keyin ayam nimaga oldin namoz o'qib yurganman, namozga majburladi. Ayam majburlamang, men o'qiganim bilan u narsani men his qilmayapman. Desam, yo'q, mayli o'qiver dedi. Keyin xullas 5 vaqt namozga o'tkazdi. Keyin 5 vaqt namoz o'qidim, haqiqatan ham o'qidim. Keyin men bu suralar bor yana nimalar, o'shalarni ham o'qidim. Haqiqiy Alloh, faqat Allohdan deyapman-da, Allohdan. Siz ham ko'p aytgansiz-ku o'zi nimada? Men bir sababchiman, avvalambor Alloh deb. Men tuzata olmayman, faqat tuzatish yo'lini o'rgataman, o'zlari harakat qilasa deyman. O'sha, lekin baribir o'sha to'g'ri yo'lda ko'rsatish ham bir mahorat. Mahorat, katta bir motivatsiya. Masalan, nechta nevropatologga bordim men. Nechta dori ichdim, nevropatolog. Masalan, Toshkentdagi nevropatolog ham katta doktor. O'sha yozib bergan dorisini, psixologga ham bordim. O'z psixologni men gapini ham eshita olmadim. Naborot, nima desam bo'ladi? Xullas chiqib ketdim-da, u psixologni oldidan. Umuman bormayman deb oyoq tirab oldim. Agar nima qilibdi, sendan nima ketdi, balki tuzalarsan deb endi uydagilar umid berdi, lekin yo'q, men bormayman, xohlamayman dedim. Keyin yo'q, mana oradan qancha o'tdi? O'zi 1 oy o'tgandan keyin, o'zi o'zgarish boshlandi menda. Kurs tugagandan keyin 1 oy o'tgandan keyin o'zgarish boshlandi. Uyqularim ham yaxshi bo'ldi. Keyin o'sha dorini ichmay qo'y dedi, yo'q dedim, men ichaman, o'sha qoldirmay ichaman dorini deb. Keyin o'zi 2ta dori yozib bergandingiz,
bitta dorim tugadi. Keyin ikkinchi oy iyul o'tdi, avgust oyida xolam qizning to'yi bo'ldi. Birinchi marta to'yga bordim men. To'yga bordim. Keyin xullas bormayman dedim, ayam majburlab olib bordi. Keyin to'yga borganimdan keyin odamlar ko'rib, keyin qandaydir o'zimda bir ishonch nima bo'ldi. Uyga kelib bu kunisiga keyin ukam ham borgandi ishdan, aytdi, "Meni ham olib ketasan Toshkentga" dedim. Dedi, "Ishlaysizmi?" dedi. "Yo'q, ishlamayman" dedim. Keyin kelin ham aytdi, "Mayli, opa boring, uyda siqilib o'tiribsiz" dedi. Keyin chunki men bu qo'shnilarni ham, men atrofdagilarni ko'rsam battar siqildim-da. Men xuddi ular menga ustimdan kulgandek bo'lib tuyuldi-da. O'sha agar meni kasalligim hech kim bilmagan. Uydagilarimdan boshqa hech kim bilmaydi. Chunki uydan chiqmay qo'yganman-ku. Prosta kasal deydi, lekin meni nima kasalligim hech kim bilmaydi. Faqat yaqinlarim, opa-singlim, onam, ukam biladi. Boshqa hech kim bilmaydi. O'g'lim ham nima kasalligimni bilmaydi. Keyin tuzalishimga sababchi bo'lgan nima desam bo'lar, onam bir kun yig'ladi. Rosa yig'ladi. Keyin o'zim uchun rosti umuman hayot qizig'i qolmagandi. Agar o'g'limni shunchalar yaxshi ko'rganman, lekin o'g'lim uchun ham qiziq qolmagan. Keyin onam yig'lagandan keyin aytdim, nimaga tuzalmayman? Men tuzalishim kerak. O'sha turtki bo'ldi katta. O'sha turtki bo'ldi, tuzalishim kerak. Hali tuzalaman. Nimaga meni shuncha singillarim jonini koyityapti? Shuncha nima bo'ldi? Nimaga men tuzalmayman? Yo'q, tuzalaman deb xullas keyin nimaga keldim? Toshkentga keldim. Ishga keldim. Nimaga bir 20 kunlar ish nima qildim? Boraman, o'zi qo'rquvda baribir ishlayolmayman degan bilan qaytaman, yo'q, ishlamayman deyman. Keyin anoga bordim bir kun. Operatorlikka ishga kirdim. Ana onlayn narsa sotadi, faqat operator telefonda gaplashadigan. Keyin 15 kun ishladim erda. Yo'q, yaxshi ishladim. Xo'p. Keyin xullas u ertalabdan kechgacha telefon-ku, qandaydir boshim og'ridi. Keyin aytdim, yo'q dedim. Men dedim boshqa ish qidiraman. O'zimni soham bo'yicha ishlasammikan, powerlik bo'yicha dedim. Keyin oylik yaxshi chiqmadi powerlik bo'yicha. Toshkentga qatnab ishlashga o'zimni ishxonam joyimga odam olgan ekan endi. Keyin opa keyin gaplashamiz, odam bor dedi. Xo'p dedimdan keyin xullas magazindan ish chiqib qoldi. Keyin magazinga bordim, boshlig'i bilan gaplashdim. Bo'ldi opa dedi, olamiz, ertadan ishga chiqavering dedi. Keyin aytdim, men qo'rqyapman, chunki juda men bu hisob kitob nimalari nima ekan dedim. Opa o'rgatamiz dedi. Keyin yana ham singlimga telefon qildim, "Aftina, shunaqa dedim. Opa qo'rqmang" dedi. "Siz oldin ishlagansiz, ishlab ketasiz" dedi. Shunaqa. Va ishladingiz? Ishladim. Shu bilan ochildi. Juda ham xursandman. Siz bilan to'g'risi juda ham ko'p gaplashishni xohladim. Lekin telefon bo'lyapti. Chegaralangan, to'g'ri. O'zim ham to'satdan keldim. Qolganlarga nima motivatsiya berasiz? Qolganlarga motivatsiya juda ham ko'p motivatsiya. Agar haqiqiy nimada ham aytdim, gruppada ham o'sha doktorni men bu 10 kunlik kursini o'sha bizaga o'tgan darsligini qaytaravering dedim. Qaytaravering, Allohga ishoning. Tuzali ekanmiz. Men tuzaldim. Men masalan umuman tuzalmayman deb o'ylagandim. Yana ham qanday motivatsiya? Shu bu kasallik tuzaladi. Tuzali ekan, 100%. Faqat birinchisi albatta aytilgan tavsiyalarga amal qilish kerak. Dori berish albatta ish kerak. Ishonch va harakat. Nevrotik insonlar, men kursda qatnashayotganlarni tuzalmaydiganlarni, hamma ham tuzaladi degan emas. Men ochiq aytaman. 10 kunlik kursga qatnashsangiz 100% tuzaladi degani emas. Xomton bo'lmaylar. Harakat qilsangiz tuzalasiz. Tuzalmaydiganlar bir ikkita dangasalar ham bo'ladi. O'shalarga motivatsiya 10 kunlik kursda faqat eshitishingiz bir narsa olib kelmaydi. Uni amaliyotda qo'llash, tushunish, tafakkur qilib, haqiqatan hayotingizga tatbiq qilish. Quruqdan quruq eshitish bu sizni qanaydir bir sehrli so'zlar, duolar, qanaydir bir sehr jozi narsa emas bu. Faqat sizga yo'nalish beriladi. O'sha yo'nalish bo'yicha olib ketishingiz kerak. Men ham masalan doktor juda dangasa bo'lganman. O'sha kasallik
turida meni dan kasalligim ham o'shanda bo'lgan. O'shanda. Faqat sizni o'sha o'tgan darsligingizni his qilib bilmasam ham, lekin bajardim. O'sha menga bajartirdi. Bajardingiz va o'shani to'g'ri bajartirish, misol uchun motivatsiya berib, sizni olg'a borish, xatolarni tushunib, shuni oz-ozdan qo'llab borganingiz, mana xudo xolasa qo'lladim, yaxshi bo'lib ketdi. Bajardim. Ana endi bundan buyog'iga profilaktika uchun men doim aytaman, beparvo bo'lamiz. Umuman nima bo'lsa xudodan. O'zimizni misol uchun dunyoda realistroq bo'lamiz. Realni qarab, osmonlarda uchmaymiz-da, vaziyatga real qarashni o'rganamiz. O'sha hamma mas'uliyatni yelkamizga olamiz va siqilmaymiz bular bo'lmas narsaga. Mana shunda xudo xolasa hammasi odam guliston bo'ladi. Biroz birovlar aytadi, qaytalanaman unda deydi. Chunki xarakterni o'zgartirmagan bo'ladi. Xarakterni o'zgartirib, sal beparvoroq bo'lgan, boyagidek hammasi xudodan, taqdirdan bilgan, siqilmaydigan inson ikki dunyoda qaytalanmaydi. O'sha nima qadaringizga ham rozi bo'ling dedingiz-ku, eng zo'r narsa shu. Eng muhimi qadarga rozi bo'ling. O'sha darsligingiz, keyin tafakkur qilish darsligingiz, keyin o'sha stolda gaplashish, o'sha narsani men ko'proq qildim lekin haqiqatdan. Yaxshi-da, qilganingiz uchun mana natija olibsiz. Ko'proq bajardim. O'sha vaqt bilmaganman, lekin bajaraverdim. Keyin men bu budilnikni ham nima qildim. Va keyin men bitta narsa aytaman. Nevroz 100% tuzaladigan kasallik, tuzalmaydigan odamlar bo'ladi. Mana shunday sizga o'xshab harakat qilgan inson borki, tuzaladi. Faqat men aytaman, tuzalasiz, qachon tuzalishingizni bilmayman. Kimdir 1 oy, kimdir 2 oy, kimdir 3 oy, lekin 10 kun ichida chiqib ketish bu juda qiyin narsa. Boyagida 1 soatda, 2 kunda, 3 kunda tuzaladigan kasallik emas bu. Sekin miya to'g'ri programmaga moslashib, oxir mana shu narsaga miya o'zi ishongandan so'ng sog'ligiga keyin qo'yib yuboradi. Ungacha siz uni miyani ishontirishda davom etishingiz kerak. Harakat qilaverasiz, oxirgi ham ishonadi, keyin o'z joyiga tushib ketadi. Xursandman. Men ham juda ham xursandman. O'zim uyda vaqt aytdim, agar tuzalsam men o'sha doktorning oldiga albatta boraman. Boraman dedim-da. Niyat, men bemorlarga aytaman-da, niyat qiling siz ham. Tuzalaman, intervyu beraman, niyat qiling deyman. Niyatingizga, chunki erishadi. Shunaqa niyat qilganlarning ko'pchiligi menga intervyu yozadi, beradi yoki telefondan o'zi yozadi. Keyin ba'zi birovlar bor. Doktor, tuzalmasam yana qanaqa narsa qilsam bo'ladi? O'sha hozirdan niyat tuzalmaslik. Unaqa men tuzalaman, albatta deb o'sha chiroyli niyat qilib Xudodan so'rasa va harakat qilsa albatta tuzaladi. O'sha aytdim, men baribir boraman, Xudo xohlasa borib rahmat aytishga boraman. Salomat bo'ling. Xursand. Rahmat sizga. Ma'zur yashayvering bu yog'iga. Xo'p. Salomat bo'ling. Xudo xohlasa. Xo'p.